Do'stlar, kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun omoqlarim ota-onasining gapini anglab, topshiriqlarini ishlab, yuz-ko'zlarini yuvib yotqanga kirib yetib bo'ldimi? Men ishinaman, mening omoqlarim cho'qim shunday qildi, ham dinlar hadisini saqlatdi, ha? Undaqda men sizlarni taqozo qilmay, sizlar uchun tayyorlab qo'ygan chechkimni aytay. Sizlar quloq silib anglanglarchimi? Uyg'ur xalq chechaklardan 5 non. Bilan safarga chiqqan dehqon bilan savdogar yo'lda bir daraxt soyasida o'ltirib non yeyishmoqchi bo'pti-da. Dehqon 3 non, savdogar 2 non chiqaribdi. Bu chaqda oziqlik olmay yo'lga chiqqan bir notanish kishi kelib, ulardan bir oz non berishni o'tinibdi. Dehqon bilan savdogar ma'qul bo'pti. Bu 3 kishi 5 nonni birga yeyapti. Non yeyilib bo'lgandan keyin notanish odam 5 tanga chiqarib, "Oq ko'ngil birodarlar, buni elib qo'yinglar. Bu mening ozroq bo'lsimi ko'nglim", debdi. Notanish odam ketibdi. Dehqon savdogarga, "Birodar, men 3 nonim uchun 3 tanga olay, sen 2 noning uchun 2 tanga ol", debdi. Savdogar bunga qo'shilmay, "Nonni tang yedik, pulni tang bo'lishayli", debdi. Ikkalan talasha bir fikrga kelolmabdi. Oxiri yo'lda ketayotgan bir yo'lovchi buvayni bu ishni lalla bir taraf qilib qo'yishga taklif qildi. Yo'lovchi buvay bularning gapini anglagandan keyin, "Dehqon birodar, 4 tanga elishi, savdogar birodar, 1 tanga elishi kerak. Mushundoq bo'lsa, toza muvofiq bo'lgan bo'ladi", debdi. Savdogarmi buningga qayil bo'pti. Omoqlarim, cho'chakni anglab o'tdiq-a? Undaqda sizlar deb yiqinglarchu, yo'lovchi bo'yining taqsimoti adil bo'ldimi, bo'lmadimi? Bu savolni sizlar obdan o'ylab yiqinglar, ha? Yo'lovchi bo'yining taqsimoti zot adil bo'ldimi, yo'q? Men ishinaman, mening omoqlarim cho'qim to'g'ri javobni topalaydi. Undaqda oxirda dillar hadanglarga agishib, tuvandagi bolalar qo'shqini o'rganinglarchi. Balalar qo'shqi yoqliq o'yini. Uyanmu zaygash, buyanmu zaygash, yoqliq o'ynaymiz, arqamdan agash. Senda sapangash, menda chapqankash, yoqliqing menda, arqamdan agash. Omoqlarim, yana bir qitim tayyorlab beray-a? Uyanmu zaygash, buyanmu zaygash, yoqliq o'ynaymiz, arqamdan agash. Senda sapankash, menda chapqankash, yoqliqing menda, arqamdan agash. Kech bo'p ketibdi do'stlar, ammis bugun boldir uxlanglar. Atimi shu vaqtda dillarlar undidar salonni ko'rishaylik. Tatliq tushlar sizlarga marhaba bo'lsin.